Uyimda olmamasga. Nimaga yozadi menga? Bo'ldi, qazamni bizlar bo'ldi. Qanday ishlab qilarsiz? Jonjalila jonimga tegdi. Men bu yerda aktrisaman. Trenddagi eng chiroyli kiyimlarni shu do'kondan topsanglar bo'ladi. Manzilimiz Noza Muqimiy 20A. Men bu yerda blogerman. Men bu yerda modelman. Avvallari yigit kishiga 40 hunar oz deyishardi. Bu maqol hozirgi kunda menga atalgan va sizga ham atalgan. Agar siz aktrisalik, modellik yoki blogerlik qo'lingizdan kelmasa, kelajagingizni boshqa soha bilan karyera qilishga bog'lang. Men sizga Start programmani tavsiya qilaman. Start program bu 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun mo'ljallangan xalqaro dastur. Loyiha Rossiyaning Tatariston Respublikasida amalga oshirilmoqda. Shu vaqt ichida 44 ta davlatdan 300 dan ortiq ishtirokchi o'z kasbiy kelajagiga ilk qadamini tashlashdi. Oylik maoshi esa $860 dan $1780 Parvoz xarajatlari qoplanadi, turar joy bilan esa ta'minlanadi. Endi orzularingizni amalga oshirish vaqti keldi.